Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Tuzimizlar, charchamayapsizlarmi? Tak, bu meni birinchi videoyim chiqarayotgan. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. 5 million so'm depozit 5 million so'm. 5 million so'm bilan boshlab ko'ramiz. Bu o'yinga kirganimiz sababi o'yin demo shotda emasligini ko'rsatish uchun-da. Uning uchun video ham qilganman, lekin bu ko'pchilik biladi, чтобы maniki No Limit City o'yinlari nima qilmaydi. Demo bilan o'ynamaysan bunda. O'ynash iloji yo'q. Men shunaqa eshitganman, to'g'risi men bilmayman, demo o'ynab ko'rmaganman. Menga hech bitta kontrakt demo ham taklif qilmadi, hech narsa taklif qilmadi. Hech bittasidan shartnoma ham yo'q, boshqasi ham yo'q menda. To'g'risini aytsam. Shuning uchun prosta bu o'yinda bitta ozgina o'ynab ko'ramiz. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, FKingBet yangi nima deydi, streamer desa ham bo'ladi-da. Streamer o'sha kazino bo'yicha bloglar ham olib boraman. Чтобы eng asosiy qaratiladigan narsa menda kazinoni xavf xatarligini ko'rsatib beriladigan narsalar. Чтобы bunday hech qachon yutmaysan degan ma'noda blog yuritaman. Hali ko'p video olganim yo'q. Bir ikkita videoyim bor, unaqa ko'p videoyim yo'q. Bugun o'shanga bitta planda bor edi, o'zi bitta deb qilib video chiqarib, o'zimni ozgina bir tanitib olish uchun qilish. Shunga to'g'ri aytayotganlaring to'g'ri menimcha. Streamer ko'payib ketdi. Hamma joy kazino stream bo'lib ketdi. Shunaqa gaplar ko'p aytiladi. Qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Juda ham ko'payib ketdi. Lekin sifatlisi yo'q. Sifatlisi sanaydigan bo'lsak, barmoq bilan sanaganda ham 5 ta chiqadi. Maksimum chiqsa. Undan ko'pi yo'q. Ularni o'zlaring yaxshi bilasizlar, qaysi streamerlar yaxshi sifatli qiladigani. Ana demoda o'tirib aylantirib sanayam vaqtingni oladigan, o'zi soqqani bosadigan streamerlar 90% shunaqa hozir. Shunga mani stream haqida kichkina ma'lumot beradigan bo'lsam, mani streamlarim qanaqa bo'ladi? Mani streamlarimda asosan ijtimoiy sohadagi kichik muammolarni ko'taramiz. Sekin-sekin ko'tarib boraveramiz. Kichik muammolar qanaqa muammolar? Kichik muammolar, masalan, mana yaqinda chiqardi. Aktivist Hoji Akbar akamiz zo'r muammoni ko'tarib chiqdi, ko'rgan bo'lsanglar. O'zbek tili bo'yicha u bola o'sha kafega kirgan, endi kafe nomini aytmayman, ularga hurmat saqlagan holda. Kafega kirgan, hamma biladi ham, endi aytmasam ham. Kafega kirgan, o'zbek bola kirgan, o'zbek qiz kutib olganda unga ruscha gapirgan. O'sha muammoni ko'tarib chiqdi. U nimaga deydi, O'zbekistonda ikkita o'zbek rus tilida gapirish kerak deb turib. Muammo juda ham zo'r ko'tarildi, joyida ko'tarilgan muammo. Rostini aytadigan bo'lsam, zo'r gap yo'q. Sababi ko'plab muammo, bu narsa ko'p odamga noqulaylik tug'dirib kelyotdi anchadan beri. Ko'pchilik rus tilini bilishi mumkin, endi ko'pchilik ham bilmasligi ham mumkin-da. Toshkentda hozir 90% anaqaga kirsang, kafe restoranlarga kirsang, menyular, boshqalar hammasi rus tilida yozilib yotibdi. Ne только kafe, restoran, yaqinda hozir hali где-то bir soat bo'ldi mana shu narsaga. 1 soat oldin kirib anav qildim. Bankka kirdim. Pul maydalashga bankka kirdim. O'tda ham shu narsa. Klient по номерам такой, короче, подойдите в кассе. Shunaqa gapiryapti. O'zbekcha emas nimagadir. Xo'p, men bitta sotib olaydiman. Tak, necha pul deydi? Voy, biling, 1 million so'm deydimi? Tak, uni sotib oladigan qatda edi uni. Nima bunda eng arzoni 1 millionmi hozir? Nifiga себе. Ozgina aylantirishchi. Xullas shunaqa, bankka kirsam ham hozir ruscha gapirib turibdi. Men o'zim hayron qoldim. Nima qiladi u? To'g'risi o'tda kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Lekin shu klient такой номер, подойдите в кассу. Ruscha gapiryapti. Klient такой номер, подойдите в кассу. Ruscha. Shu zamon ko'tarsa gapirib tashlaysan o'sha yerda. Lekin ko'tarmaydi. Shunga endi
shunaqa muammolarni ko'taramiz, olib chiqamiz sal-pal u yoq bu yoq qilib turib. Mani streamim o'zini bosib olgan, men bu IQ darajasi normalniy, ijtimoiy sohaga sal qiziqishi bor bolalar uchun to'g'risi. Ana konchining ludamanlar, men bu kazinoning orqasidan men millioner bo'lib ketaman, boy bo'lib ketaman deydigan bolalar bo'ladigan bo'lsa, lutch hozirdan kirmay qo'yaveringlar. Men streamlarimga ham, videoga ham, boshqalarni ham ko'rmay ham qo'yinglar, kirmanglar. Kerak emas menga. U bolalar u hayotdan voz kechib olgan, hayotini kazinoga almashib olgan bolalar bo'ladi, to'g'risi. Men ko'proq o'sha nima desam ekan, tak, bu necha pul? 568 ming. Da qo'ysin, bitta olib ko'raylik mana shuni. Men o'zimga o'xshagan bir ijtimoiy sohaga qiziqishi bor bolalar bilan gaplashib o'tirib stream qilmoqchiman. To'g'risini aytsam, menga shu narsa kerak. Men qiziqaman, meni soham shu. Qiziqadigan soham shu. Men boshqacha bloger bo'la olmayman. Men ko'chada Vine ham ola olmayman, boshqa ham qila olmayman. Endi Vine oladigan bolalar, akalar, ukalar ko'p unaqalar. Men shu kazino sohasiga qiziqaman, oldindan shu kazino sohasida qilaman. Blogimni ham shunda yuritaman, streamlarimni ham shunda qilaman. Xullas shunaqa gaplar. Hozir men bitta nima tushayotgan, nima qilyapti, nifiga bilmayman to'g'risi. O'zim No Limit City unaqa ko'p o'ynamayman bu. Sababi bundan spin sotib olishlaring qimmat. Juda ham qimmat. Bir xil joylari bor, 2000 so'mga 10 million so'mlik spin sotib olasan. Bilmayman, o'zi biz 10 million so'm yutish uchun kiramiz deb o'yinga. 10 million so'm yana sotib olsang uni. Qanaqa qilasan? Men bomba nima qiladi? O'ldiradimi bu bilan? Bittasini o'ldirdi bu. Hamma joy axlat bo'lib ketdi. Men boboy nima qiladi bu? Xuy paymi, короче. Da, shuning uchun bolalar yaxshi streamlar qilaman nasib qilsa kelajakda. Hozircha hech qanaqa nima bilan dogovor qilmadim. Kontura, boshqa provider, bookmakerlar bilan hech qanaqa dogovorim, hech qaysi bilan dogovorim yo'q. Shuning uchun uzr. Hech bittasi bilan hozircha dogovor qilmadim. Shuning uchun mayda summada qilib turamiz streamlarni ham. Streamni ham, videolarni ham. Srazi stream boshlab olsam ham bo'lardi, lekin kim kiradi hozir meni streamga? Meni hech kim tanimasa, meni boshqa qilmasa, u qiziq ham bo'lmaydi. O'zi streamer hozir aytdim, ko'payib ketgan, rosa ham ko'payib ketgan. Nu ko'pchiligi faqat o'sha demoda aylantirib o'tirib, seni ham vaqtingni oladi, o'zini ham streami ham sifatsiz, kerak emas. Necha pul bo'ldi bu? Tushunmadim. 76 ming berdim. 500 mingga sotib olgan. Hozir pulni yo'qotib yuboramiz biz, ishoninglar. Yana bitta olib ko'rsammi, ikkinchisida berarmikan? Bo'pti, ko'raylikchi. Da, xullas shunaqa gaplar. Bolalar, o'sha 3 million 800 ming so'm pul qolyapti. Qoyilmizlar. Ko'ramiz, berishini kutib qolamiz. Bergancha aylanib tursa, o'shangacha biz gaplashib o'tiramiz. Orada o'zimni ham tanishtirib qolaman. Boshqa ham qilaman. O'sha aytgan gapga yana qaytaman. Bu meni streamlarim o'sha konchining u hayotini kazinoga berib yuborgan, u temadan chiqa olmaydigan bo'ldi. Yo'q, men shu kazinosiz yasha olmayman degan bolalar uchun emas. Nu onda-sonda 1-2 so'm pul tashab o'ynab turadigan bolalar uchun. Iloji bo'lsa o'ynamanglar, kerak emas. Boya gapim chala qolib ketdi. Hoji Akbar haqida. Men shu bola ham bilasizmi, bloger ko'p foydasi tegdi. Xalqqa rosa katta foydasi tekkan bolalardan. Rosa katta foydasi tekkan blogerlardan hisoblanadi mana shu Hoji Akbar ham. Sababi oldin u qiynalsa ham, boshqa qilsa ham, mana revizorlik qilardi bo'lsanglar, magazinlarga borib, qilib revizorlik qilib, nima qilib chiqardi. Sifatsiz tovarlarni ko'rsatardi, короче. Mana magaziningda bormi, olib tashana, kerak emas bu narsa. Ko'rsatardi. Unaqa blogerlar ko'p. Men asosan O'zbekistonda shunaqa blogerlar ko'p ko'raman. Masalan, Jamshid aka bor, Ziyoxonov. Jamshid Ziyoxonov bo'lsa kerak familiyasi, endi adashmasam agar. Oldin subyektivchi. Men shu bolamizdan normalniy ko'p narsalar o'rganganman, to'g'risi. Misol uchun, hozirgi ko'chadagi problemalarni oldin videolarni ko'rsanglar ko'p olib chiqardi. Endi hozir ko'pincha sayohat qilyapti. Sayohat qilyapti, ana qiladi. Yaponiyaga bordi, yaqinda Sibirgami, qatqadir sovuq joyga borib keldi.
Xullas shunaqa. U oldingi videolarni ko'rsanglar, ko'chadagi zakladchiklarni videosini chiqargan, mashinniklarni videosini chiqargan, ko'p videolarni zo'r chiqarib bergan. Ko'rgan bo'lsanglar. Shunaqa videolar chiqarardi. Texnopolov bor, texnika bilan tanishtiradigan. Xullas hamma sohani o'zini yaxshi nimalar, abla stream deyapman. Blogerlari bor, ko'z tegmasin. Shunga, tak, bu necha x beryapti hozir? Men tushunmadim. Qaysi 149x? 149x ham qoplamaydi deb. Men buni hozir 300x ga olman deb pashti, to'g'rimi? 500 necha mingga, 250x ga. Ko'ramiz, yana berib qolar. Men bunda bitta joni qoldi buni. Bilmayman endi qanaqa bo'ladi buni. Shunga. Bola iloji bo'lsa o'ynamanglar. Maslahat shu, o'ynamanglar. Kerak emas. Bo'ldimi, tugadimi? 193, 220 necha pul berdi bu? 440 ming. Pashti pulimiz qaytdi. Mencha endi olgandan smysl yo'q bunda. Hozir boshqa o'yinga o'tamiz. Endi ozgina kutib turasizlar endi. Tak. Mana shu sohaga olib kirgan o'yin desam ham bo'ladi mana shuni. Big Bass. To'g'risi. Men birinchi bo'lib turib streamni mana shunda ko'rganman. O'ynab ko'rganman. Unda hozir tekinga o'xshashga harakat qilib ko'ramiz. Bersa, berdi, bermasa chiqib ketamiz. Sraz tushib bersam yomon bo'lmasdi, lekin sraz tushmaydi. Qoyil. Kattaroq summadan aylantirmayman men bilan. Endi kiryotgandim. 8000 ni aylantirdim. Ko'ramiz. Shu bersin. Boshidan berdi, yomon emas. 200 ming. Nochu. Vashchi zo'r bu. Xullas o'zim haqimda shunaqa ma'lumotlar. O'zim asli Xorazmliman. Xorazm Yangi bozor degan joydan. Ertaga aniq ko'pchilik so'rashi mumkin. Shuning uchun hozir aytib qo'ya qolay. Yana o'sha mavzuga qaytamiz. Hoji Akbarga, aktivistga. Mavzuni sababi zo'r ko'tardi, mavzuni. Bomba tashlamaydimi bu? Tashlamas ekan. Temani zo'r ko'tardi o'sha. Bu o'tkazib bermaydi baribir. 200 ming beryapti. Bitta ko'tariladi, 10 ming so'mdan aylantiramiz. Sababi shu bola mavzuni, temani zo'r ko'tardi. Bu ko'pchilikka noqulaylik tug'diryapti mana shu narsa. Bitta tushmaydi. Sababi bitta qolib ketgan. Tushmaydi bu yoqda umuman. Bunda tushishi mumkin. Yo'q, manbaga ishlasa tushmaydi. Yo tushdi. 10 mingdan yomon emas. 1 million so'mlik spin bolalar. Mavzuni zo'r ko'tardi shu bola. Ko'pchilikka qiynayotgan narsa shu Toshkentda, ayniqsa Toshkentda endi rus tilidagi narsalar ko'payib ketdi. To'g'ri, rus tilidagi narsa, rus tili xullas oddiy qilib aytganda rus tili yuritadigan sohalar bor. Restoran, kafelar bor. Ular qanaqa kafelar? Masalan, u Babushkina bor, masalan, Podvorye bor. Shunaqa kafelar bor. Ular imенно ruslar uchun emas, tipa rus madaniyatini ko'rsatib beradigan kafe restoranlar. O'tda polni ruscha gapiradi. Kirsang, o'zbek kirsa ham ruscha gapiradi, qozoq kirsa ham ruscha gapiradi, kim kirsa ham ruscha gapiradi. Bu to'g'ri. Bu narsa to'g'ri narsa. Mana X2 ga o'tib ketyapmiz, bolalar. Yomon emas. Shunaqa kafelar bor. Ularga aytki, masalan, turk kafelar bor. Kirsang, xush keldik, bu qarochi turkcha gapiradi. Lekin imенно O'zbekistonda o'zbek milliy taomlarida ruscha menyu bo'lishi, boshqa bo'lishi bu umuman to'g'ri keladigan narsa emas. Sababi O'zbekiston bu. Kirding restoranga, ko'ryapsizmi? Birinchi bo'lib turib salom berish kerak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Keyin uni javobiga qarab senga aniq chiqarib berishi mumkin, aniq gapirishi mumkin. Masalan, sen o'zbekcha gapirsang, o'zbekcha gapiradi, ruscha gapirsang, ruscha gapirish kerak. Shunaqa. Lekin o'zbekka imенно o'zbekka ruscha gapirishi bu prikolni, kulguli narsa. Mana 1 million berardi. Qo'yilmisizlar? Yomon emas. Balans plusda. 3 ga ham o'tirib bersa, yana plus bo'lib ketishi mumkin. Shunga liboy odamni jahli chiqardi. U bitta joyga kirasan deb, o'zbeksan, kiryapsan, seni o'zbek kutyapti deb ruscha gapirsa, liboy odamga yoqmaydi.
Oxirida yana qancha berdi bitta 240 ming, 1,5 million. Cho'q qoyil 1,5 million chiqsa ham bo'ladi bu o'yinda. Kutib turasizlar endi. Boshqa bermaydi-da bu po-любому. Sal balansni normalni ko'tarib oldi bu yerda. Beraversa agar qolamiz. Tushib beradimi? Menimcha bermasa kerak. Ko'rinmayapti-yu. Yo'q, bermaydi. Endi 1 minut kutib turasizlar endi. Barin festival o'ynab ko'ramiz. Mana ko'p o'ynamayman bu o'yinda. Tak, necha puldan. Birinchisi adin qo'y. Ana qiladi, kuydiradigan spin bo'ladi, o'shaning uchun arzonni olib ko'ring. Shunaqa gaplar, короче. Streamerlar rosa ko'payib ketgan. Bu narsaga qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Ulardan so'rab qolardim, birinchi navbatda ko'pchiligi bor. Keyingi anaqalarda streamlarimda yoki videolarimda ismi bilan aytib o'taman, kanali bilan aytib o'taman. Streamerlar bor. Даже men bir ikkitasini ko'rdim. Ana qilib turgan. Короче, ana qot nima edi? Bitta meni botim bor deydi. Men senga meni promo kodimdan o'tsang, men shu botni beraman. Bu bot короче ana games o'yinlarida yo'l ko'rsatadi. Qayerdan ochishini, qayerda nima ko'rsatishini ko'rsatadi degan shunaqa botim bor. Uni olish uchun deydi, meni promo kodimdan o'tishing kerak deydi. Bolalar bitta narsani aniq aytaman, unaqa umuman yo'q unaqa bot. Unaqa botlar вообще yo'q, bo'lmaydi ham. Ozgina bir miyani ishlatgan odam biladi shu unaqa narsa mavjud emas ekanligini. O'ylab ko'ringlar, milliard summani tavakkalga qo'yib shunaqa proyekt qiladi-da, uni kiber bezopasностьini nol qilib qo'ysa, qanaqa u jinni emas u. Unaqa botlar yo'q. Ishonib kirib, unga ishonib katta pul tashab, men bu depozit qilib, borib shu botga ishonib tavakkal qilib o'tirmanglar. Yo'q unaqa narsa, yo'q umuman. Men bor bo'lsa borini aytaman, yo'q bo'lsa yo'q deb aytaman. Yana bitta narsa. Men demoda o'ynasam, demoda o'ynadim deb aytaman. Menga qaysi konturaman, bookmakerskiy kompaniya, men shuncha pul bersam, men shu summada pul berdi deb aytaman menga. Shunaqa ochiq olib boraman hamma narsani. To'g'risi. Aytganimdek, birinchi spin bermadi men. Ikkinchisini ko'ramiz endi. Beradimi, bermaydimi? Ikkinchisi ham полный пустой. Qoyilmisizlar? Полный пустой. Bitta ham tushmadi. O'zi oxirgi payt mana shu pragmatikam aynidi to'g'risini aytsam. Men oxirgi marta qachon necha summa vivod qilganimni pashta eslolmayman. Oxirgi marta men 8300x eng maksimal ushlagan qism 8300x Hexa gamedan ushladim. U hozir kiraman, mana shu o'yinga ham kirib ko'rsataman. Mana shu o'yinda ushladim men 8300 da. Yana meni ortimdan ergashib kirib olmanglar. Men ushadi degan, sizlar ham ushlaydi degan emas u. Jala, bu uchinchisi ham pustoymi buni? Balans. Din nahvoy короче bu o'yinga bular. Jinni bo'lib qolganmi bu bular? Mana shunaqa asabing ketadi. Bu o'yinlar o'ynasang birinchi. Ludamanga aylanasan, g'irt. U psixologiya tarafdan ham isbotlangan, eng ko'p ludamanlar slot o'ynaydi. Sababini bilasizlarmi nimaga? Sababi mana bu grafikasi, mana bu ranglar, mana bu muzikasi hammasi professional psixologlar tomonidan tuzib chiqiladi bu. Даже mana providerlarni bilamiz. Pragmatic Play, Hexa Game, Bellatra, bu xullas shunaqa ko'p, to'g'rimi providerlar? Ko'p. Ularni o'sha ofisida eng ko'p oylik oladigan, men eshitganman, birinchi o'rinda turadigan psixologlar oladi. Undan keyin grafik dizaynerlar oladi. Undan keyin programmistlar oladi. Ular shunaqa algoritm tuzib chiqadi, psixologlar masalan. Odamni o'rganadi, boshqa qiladi. Eng qiyin ish ham shularga-da. O'zi rang tanlash, boshqasi, qanaqa muzika qo'yish, boshqa hamma narsani o'zlari qiladi mana shuni. Uchinchini olib ko'ramiz. Bermasa nifiga o'ynamayman to'g'risi, chiqib ketaman. 2 marta oqizishni endi bilmadim. 2 marta oqizgandan keyin uchinchida berishi mumkin может. Qattan ham kirdim shu o'yinga, o'zi yoqtirmasdim shu o'yinni.
Hozir bermasa pragmatik bilan chiqib ketaman, kerak emas menga. Bermadimi? Bo'ldi, rahmat senga. Endi короче, damingni ovarasan, bo'ldi. Tak, ekranni yoping. Mana shu o'yin, men aytgan o'yin. Boya aytdim-ku, 8300x ushlagan o'yinim bunda yo'q endi, boshqa akkauntda, boshqa kontrada edi. Mana shu o'yinda ushlaganman. Tak, 800 ming qimmat bo'lib ketar ekan. Birinchisini 200 ming olib ko'raylik mana shuni. 200 mingdan olib ko'ramiz. Hexo o'zi ko'p o'ynayman men shu providerda. Bir xil paytlar beradi, lekin bir xil paytlar prosta oqizib yuboradi. Men shunaqa jinniliklar qilganman, endi keyingi streamlarimda aytib beraman, bu ancha katta narsa. Katta voqealar, короче. Shunga anta nimadir berishi mumkin. 15x bu o'xshaydi, mana bunaqaga o'xshaydi, bunaqasiga ham o'xshaveradi. Lekin umumiy summani hisoblasang 47 ming so'm beradi. Kam. Bu почти pulni yarmi. Ozgina aylantirib ko'ramiz. O'sha gap. Shuning uchun kimnidir orqasidan ergashib bu o'yinlar o'ynash xato narsa. Umuman kimdir yutibdi-yu, mana shu o'yinda kimdir yutgan ekan, men ham yutaman degan narsa u tuppo'y odamning ishi, tuppo'y odamning narsasi. O'ynamanglar, iloji bo'lsa, kerak emas. Menda ham o'zi asosan kontentlarim, streamlarim shu bolalarni iloji boricha olib chiqib ketishga qaratiladi ko'pisi. Tak, yana bitta olaylikchi, 200 mingdan bermasa 800 mingga olamiz. 800 ming, 400 mingga olamiz, 2 barobar ko'paytiramiz deb. Endi bermasligi 90% aniq u. Nima bu sohaga kirdingiz? Nima qizig'i bor edi sizga deganlar uchun ham rostini aytaman, chestni hech qanaqani qo'shmasdan qiziqdim shu sohaga. Nimadir bor mana shuning ichida, qanaqadir nimada daromad yaxshi, daromad sabab bo'ldi birinchi o'rinda kirishimga. Ko'ramiz, daromad yaxshi bo'lsa qolamiz, bo'lmasa ketamiz. Yig'ishtiramiz. No, menga kimdir aytsa, shuni to'g'risini aytsam, mana shunaqa summa bor debdi. Mana shunaqa ishlasang, mana shunaqa summa pul topasan desa ham, mana qilardim. Kirmasdim. Ha, bo'ladi deb turib, shu men o'zim bilib olardim shu sohani shunaqa ekan deb turib, lekin hech kim aytmadi. Ko'pchilik streamerlarga yozib ko'rdim, ochiqcha ma'lumot hech kim bermaydi. Tak что ertaga men ham bermasam xafa bo'lmaysizlar. Yo, u hazil. Ochiqchasiga olib boraman dedim, kontentni ochiqchasiga olib boraman. Menga kim qaysi kontorga necha pul beradi, necha pul qo'yadi, shular ko'ramiz. Menda hozircha hech qanaqa promokod, boshqa u bu balobatlar hech narsa yo'q. Absolut hech narsa yo'q menda. Faqat shu studiyam bor, kompyuterim bor, balansimda ozroq pul bor. Men shuni o'ynayman. Короче, berish niyati yo'q bu o'yinda. Boya aytgan gapim shu, mana isbot ko'rdinglarmi? 8000x ushlaganman deb turib o'sha o'yinga kirdim. Lekin hech narsa bermaydi. Hech narsa bermaydi. Yana 8000 eng qizig'i 1000 so'mdan ushlaganman deb. Yana bitta olib ko'ramiz, ko'raylikchi. Bersa berib, bermasa chiqamiz deb boshqa o'yinda harakat qilib ko'ramiz. Boshidan x tushib bermadi. X yo'q. Streamerlar ko'payib ketayotgan nimasiga yana qaytaman-da o'sha temaga. Streamer ko'p bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin o'zingga kerak qanaqa stream ko'rasan. Senga o'sha kimnidir pulini yutqizishi qiziq bo'lsa, demodagilari ham ko'rib o'tiraver bemalol. Demoda o'ynaydiganlarni ham. Lekin streamer ma'lumotda normal summa o'ynaydi hozir. O'ynash kerak. Liniya bor bitta 16x ga. Yo'q, liniya yo'q ekan, adashibman. Endi streamer qanaqa bo'lish kerak? Streamer faqat bu
aylantirdim, bo'ldi. Voy bilin, hozir 90% streamerlar mana shu so'z faqat voy bila berdi, bermadi, voy bila, davay keyingini olamiz, shunaqa bo'lib yotibdi. Streamer degan kim? O'zi streamer degan bir sharhlovchi. Senga chiroyli qilib turib, sharhlab yetkazib berish kerak nimalarni. To'g'rimi? Senga hozir men videoni ko'raveraydi, cho'ta video zapis qilmayaptimi? Billat shuncha yozman. Yana bekor ketgan bo'lsa agar вообще. Da, bolalar, bilin, kamera o'chib qoldi. Kamera o'chib qoldi. Qatida o'chgan bilmayman to'g'risi. Endi hozir oddiy kamerani ulab oldim. Endi o'ynasak bo'ladi. Endi o'chmaydi. Qatda o'chib qolgan, endi montajda ko'ramiz-da uni. Videoni montaj qilamiz endi. Bilaman, bu bermadi o'yin. Necha marta sotib oldim? 2 martami, 3 martami? Ana endi normal menimcha, endi hech narsa o'chmasa kerak. Nima deyaptim? Gapim ham esimdan chiqib ketdi. Miya ketgan. Mana shunaqa o'yinlar o'ynaysizlar, miyalaring ketib qoladi. Streamerlar haqida. Streamer bu sharhlovchidek gapdi, u faqat oldim, berdi, u jallab mana. Bitta tushganda o'sha 8000x bo'lardi hozir mana shu yerda. Mamutga tushganda 8000x bo'lardi. Menga xuddi shunaqa tushib berdi, oxirida qo'shimcha bitta tushib berdi, lekin x kam bitta. Bitta Zanosmikan? Zanos bo'lish kerak. 70. Yo'q, unaqa emas, даже pulni qaytarmadi. 3 ta shtorda pul qaytmadi. Ozgina x yiqqandan keyin tushish kerak edi bu narsa. Streamer как sharhlovchi. Masalan, sizlar futbol ko'rganlaringda futbol ko'rib o'tirsa yoqmaydi-yu, faqat unga pas berdi, bunga pas berdi, u tepdi, gol bo'ldi. Unaqa gap aytib o'tiraversa ham yoqmaydi-yu, to'g'rimi? Bu ham xuddi bir shunaqa narsa. Faqat oldim, berdi, yo'q bu bermadi, bu berdi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa bo'lmaydi. Undan stream bo'lmaydi, to'g'risini aytsam. Streamer degan ozgina statistik ma'lumot berish kerak. Nima o'ynayapti? Bu o'yin qanaqa nimaligi haqida ko'chadan gapirish kerak. Ijtimoiy sohadagi muammolarni ozgina bo'lsa ham olib chiqish kerak. Shunda foydasi tegadi ko'rayotgan odamga. Bo'lmasa u oldim, berdi, bermadi. Bo'ldi, tugadi. Unaqa narsa bilan stream bo'lmaydi bolalar. To'g'rimi gapim? To'g'ri. Stream ko'rayotgan odam, video ko'rayotgan odam zerikib qolmasligi kerak. Bir xil streamerlar ko'rganman. Kirasam faqatgina mana shunaqa ekran, videosi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Qarab o'tirasam, indamay o'tiribdi-da. Men o'yladim, bezukda o'ynab o'tiribdi bu o'ynadi. Gladiator o'ynab ko'ramiz. Gladiator. Bu o'yinda o'ynaganlar bo'lsa biladi. Sal normalniroq o'yin mana shu ham. Endi bular normalnisi yo'q ichida, hammasi shu algoritmi sani pulingni olishga qaratilgan. Xullas shunaqa gaplar deb bolalar. U kimni ko'rish kerak, kimni kuzatish kerak bilasizlar o'zlaring. Прекрасно tushunasizlar. Bunda 400 ming, 400x ma'lumot. Qimmat. Ko'ramiz. Bitta olaylikchi. Lekin bitta x bersa 1000, 2000 sразу beradi. Tak. Bitta bor, ikkita zanjir. Xullas, men zanjir ochilishga 50 yaxshi. Men zanjir ochilishi kerak. Zanjir ochilgandan keyin ichidan ayiq bilan gladiator chiqadi. O'sha x ga ko'paytiradi bu yoqdagi sonlar, tushgan sonlarni. Bilmaganlar uchun aytib qo'yaman. Endi ko'pchilik hamma biladi-yu. Bunaqa kontentni ko'radigan odam hamma o'yinda o'ynab chiqqan bo'ladi. Men normalniy summa bo'ladi agar x normal, birinchisi, ikkinchisi normalniy x ma'lumotda. Hatto 100 bor-da, hozir ko'rasizlar. Yo'q. Tak, men bu 4 yo'q, bu ham yo'q. Men bunda bir 2 mi, 5 mi? 5, 250 bor ma'lumot. Endi tushadimi, tushmaydimi bilmayman lekin. Bor bitta. Agar krupniroq x bersa, bilmayman, birni ko'paytirgani qiziq emas-ku. Har qanday sonni 1 ga ko'paytirsa, nima deydi? O'zi kelib chiqadimi? Shunaqa.
Bo'ldi. Necha 360x 360 ming. Pul ozgina qaytdi, ko'p emas. Ozginasi qoldi to'ys. Ozgina qaytdi devorman. Tez kunda streamlarim ham bo'lib qoladi mana. Stream qilaman, boshqa qilaman. Bolalar bilan shunaqa gaplashib o'tirib, video boshida aytganimdek, meni kanalimga ana maloletkilar shart emas. 18+ kanal. Kerak emas unaqa narsalar. Unaqa bolalar hech narsani tushunmaydigan, mana shuni orqasidan boyib ketaman deb o'ylaydigan. Yo'q, boyib keta olmaysan. Iloji yo'q u narsani. Boyib ketganda sendan zo'rlab boyib ketardi. Sendan puli ko'plab boyib ketardi. Shunaqa gaplar aytib turmasam kirib ketyapti-da ko'p bolalar. Biling, men o'zim ko'rganman, bitta og'aynim aytdi. Mo'ykada ishlaydigan bitta bola bor dedi, biz 4 talik yomon emas. Hozir shuni ko'raverik, keyin gapimni aytaman, esimdan chiqib ketmasa. 15 10 15 bu yoqda krupniy ekspert 25 ol, yaxshi 25 oldi. Bu yoqda yo'q bo'ldi. Nechi bu? 3 2 3 olsa ham zanus emas. Tog'aynim bor deydi, mo'ykada ishlaydi. Kuniga 200-300 ming so'm pul topadi. Lekin deydi, topgan pulini o'sha yerda ana qilib paynetga kirib, sirazi kartasiga tashab, ertalabgacha yutqizib chiqib, ertalab yana ishga boradi, yana shu ahvol takrorlanib kuraveradi. Bu narsa o'sha 1 oy bo'ldi, 2 oy bo'ldi, to'xtamayapti. Agar aka stream qilsangiz, boshqa qilsangiz, aytib o'ting shuni ham deb aytgandi. U bola endi nima desam, u bola haqida u qulda endi hozir. Qullik qilib yuribdi. Qul deganda kimga qul? U mo'ykaga, boshqaga, nimaga emas. Men bu konturaga, mana shu kazinoni quli u bolalar. Topgan pulini mana shu yerda tashiydimi, u shuning uchun ishlab yuribdi-da. U mundoq bir men ko'rganman, mo'ykada ishlab yurgan normalniy takoy bolalar bilan uje to'g'risini aytsam, bir ikkitasini taniyman ham, mashina olgan bolalar bor mo'ykani orqasidan-da. O'shandan keyin taksiga o'tgan, taksidan keyin yana bir 3-4 million yig'ib kichkina bizneslar qilib qo'ygan bolalar bor-da, 100. Yaxshi, lekin ko'paytiruv yo'q. Bu bo'laveradi, yomon emas. Mo'ykada ishlab, shu mashina olib, Matiz olib arendaga. Yana 100 yomon emas, 200 berdim. Shunaqa yurgan bolalar bor. O'sha taksichilik qilib, o'z taksi o'sha olgan Matizini Cobalt qilib olgan bolalar bor-da. Bu ishlagan pulini bunga tashab yuradigan u kazinoni quli. Kazino uchun ishlaydi, ertalab kelib, yomon emas, 300 bormadi. Kazino uchun ishlaydi, ertalab kelib, kechgacha shuning uchun ishlaydi, topgan pulini kazinoga olib borib beradi. Bu qullikda, boshqa narsa emas, qullik bu. Qul. Ne tolka bu sohada, boshqa sohalarda shunaqa yurganlar bo'lsa, o'zlaringiz sal eplab olinglar, ko'ringlar, qaranglar u yoq boriga. Nech pul yutqizyapsizlar? Nech pul minusga kirding bu oy? Hammasini ko'ringlar. Короче, bu ikkinchisi ham beraman. Yana bir marta olaman deb chiqib ketaman. Buni ko'tarsam bo'ladi, lekin men 800 ming bo'lib ketadi. 800 ming bo'lsa, baland oqib ketish ehtimoli ancha katta. Допустим, bir marta ko'ramiz, 800 mingga balansi ham yarim qoldi. Bu kutilgan narsa. Oqishi tabiiy holida, boshqa narsa yo'q edi. Shunaqa, o'rtada video o'chib qolgani to'g'risi yomon bo'ldi. O'sha bir gap keldi-da, YouTube'da blog olvormay deb turib gapirmadim shu gap. Mana bilib olgan ekanman-da, hozir mencha deb joyiga qaytarib qo'ysa yaxshi bo'lardi, lekin ko'paytiruv bilan tushmadi deb 500, appga bitta tushib ber. Bo'ldimi, shu bilan to'xtatsammi? To'xtatmaydi, beradi. 75 yo'q. Bitta katta X bo'lishi mumkin, yo'q. 20 bor ekan-da katta X. 3 ta olasan, 3 ta oldi. 60. Bo'ladi. Yomon emas, shu bor nimadir. Tushib berdi. Xullas shunaqa narsa, bolalar. Liboy sohada o'zingizlarga qarab olinglar. Men sizlarga o'sha ochiqni aytadigan bo'lsam,
oyligim normalniy, boshqa bu bitta oyligimni 2 soatda yutqizib yuborgan odam sifatida aytolman. To'g'risi. Men bu sohaga kirishimning ham sababi o'sha yutqizgan pullarimni qaytarib olish uchun kirganman streamga. Men eshitganman, то что нормальный pul bor. No, anamasmi ne fakt u ya. Может hech narsa yo'qdir. Может haqiqatda o'sha o'ynayotgan streamerlar shunaqa ko'p puli bordir. 90% demochilik, uni bilasizlar. 100 million bilan o'ynab o'tiradi. Yo'q, hayron qolaman-da, bittasini ko'rganman, nomini endi aytmayman, keyin aytaman keyinchalik. Ma'notda necha pul olsa ko'rib oling. 1,5 million. Yomon emas. Bo'ldi, bundan chiqsak bo'ladi. Xullas keyingi o'yinda gaplashamiz hozir. O'chiraman ekranni ham. Da, men bu yaxshi provider bor edi bitta. Relax Gaming, bo'lsa Money Training o'ynaydi-ku ko'p streamerlar. Mana shuniki. U ishlamayapti, hozir kirdim. Ikkita o'yiniga kirdim, ошибка berdi. Shuning uchun men bu nimani bitta ko'raylikchi. Nima edi bu nomi? BG Gaming. Yaxshi bir bersa, yaxshi berib yuboradi. 5000x rekordim ushagan bu nimalardi. Endi bu akkauntda beradimi, bermaydimi ko'rmayman, bilmayman. Ha, qara. Endi sotib olishga ham qo'rqasan-da mana shunaqa narsa uchun. Tipa olganimdan keyin bermaydi degan miyada o'rnashib qoladi mana shu narsa. Berayotishini qaranglar. Bu o'yin tipa svet bonanza, bir xil narsa, ikkalasi просто bunda sal x tushishi ko'proq anaqasi beradi. Shans bordek. No, gapga kirib o'ynab olish xato narsa. Mana beradimi, bermaymi bilmayman, hozir ko'rasizlar. Oqib ketadi balans ko'rasizlar. Tak, o'yinga qaytamiz. 5x 12,000 so'm kam. Ushamadi 50 ni. 10. Bundan bitta aytganda mana summa bo'larmidi? Ha, keyingi o'yinda gaplashamiz degan streamerlar, to'g'ri? Ko'rganman, biling. 100 million so'm bilan o'ynab o'tiribdi bittasi. Hayron qolayotganim, bilat 200 millionga ko'tardi-da. Chiqazmayapti-da. Men kutib o'tiribman, qachon chiqazar ekan bu deb turib. Kutib o'tiribman, yo'q, chiqazish yo'q-da, to'g'risi. Men hayronman, qachon chiqazar ekan bu pulini. Menga ham qiziqdi endi, qachon chiqazar. O'ynayapti, shtobi tezroq yutqizish kerak. Stream biling 3 soat bo'lib ketdi-da. 3 soat odam miyasi qanaqa chidaydi u narsaga? Hayronman-da, hech tushunmadim, to'g'ri. Realni aytaman, tushunmadim. Menga prikolni bo'ldi shu streami. Uni ham chiqaraman video qilib bitta. Ustidan qotib uni reaksiya beramiz o'yiniga. 100 million so'm, 200 million bo'lib ketgan, chiqarmaydi-da, yana sotib olyapti. Biling, bu yerda kazinoda hamma pulni yutib olib chiqib keta olmaysan bu yerda. Balansingni 2x qilsang ham katta narsa. Qila olsang uni ham. Unda ham shansing minimal darajada. Har bitta o'yinda bilasizlar, 1000x ushlash shansing sening 10% ga teng. 90% kazinoni shansi. Aytish mumkin, randomli anaqa nomerlar, bu bo'lmagan narsa. Hammasi kazinoni foydasiga ishlaydi. Sana foydangga hech narsa ishlamaydi. Shu 10% imkoniyatdan foydalanib o'ynab yutaman deb kiradigan odam u bilmadim qanaqa odam. Menga o'xshagan odamda. Qanaqa bo'lardi boshqa. Tak, birinchisi bermadi, hozir ikkinchisini olib ko'ramiz 500 mingga. Bermasa chiqamiz. Set bananzaga o'tamiz keyin. 500 ming ketdi. Tak. Birinchi video bo'lganda men o'ylaganim hayajon bo'lsa kerak, baribir u bo'lsa kerak deb o'ylaganim yo'q. Ko'z tegmasa unaqa emas. O'ylagan gaplarimni gapiryapman, boshqa qilyapman. Prosta mana shu naushnik sal xalaqit qilibdi demanga. Ko'p naushnikda o'tirmayman, yoqmaydi mana shu naushnik taqib o'tirish. Zarar odamga. 200 ming qaytdimi? 300 ming qaytibdi. Algats. 300 ming yana qaytdi. Bunisi foyda.
minimal summada o'ynayapman, ko'ryapsizlar. Sababi ko'pchilik minimal summada o'ynaydi. Nimada ko'p pul tashlab o'ynaydiganlar-da, maksimum tashlasa 500 ming tashlab o'ynaydiganlar bor. 200 ming tashlab o'ynaydiganlar bor shotiga. O'shalar ko'rsin deyapman, shu. Mana shunaqa sotib olsang qanaqa beradi? Biling 1 million. 1 millionga olib ko'ramiz bitta. Beradimi, bermaydi bilmayman to'g'risi. Shunaqa bolalar bor. O'shalar ko'rsin mana. Sen qancha pul tashlasang ham yuta olmasligingni tushunib yetsin degan maqsadda minimal summa. Endi balansim ham bunaqa ko'p emas, unaqa nimam ham yo'q, ko'p pulim ham yo'q. 1-2 kun video qilib chiqarib ko'raman. Undan keyin anaqa providerlar bitta tanga beradi. Tepaga otilsa bermasligini eshitgan edim qayerdadir. Yo'q, bermaydi. Unaqa katta balans ham yo'q. Endi keyin providerlar bilan, providerda yuraman shularni. Kontrollar bilan, bookmakers kompaniyalar bilan qanaqadir shartnoma qilib qolsam, mabodo u ham qilishim aniq emas. Fakt ular menga shartnoma qilishga nima beradimi, bermaydimi bilmayman to'g'risi. Qolsam keyin mana shunaqa 20-30 millionlar bilan stream qilarman, может. Agar qilsam ham aytaman, Telegram kanaliga ko'rsataman. Mana shunaqa, короче. Shu bilan shunaqa summa beradigan bo'ldi menga, aytib shu summada stream qilaman, hammasini aytib ko'rsataman. Menda chestno hammasi. Maqsad shu bolalarga iloji boricha mana shuni yomon taraflarini ko'rsatib berish. $24,000, 370,000. Yana bir marta olamizda chiqamiz bundan ham. Bo'ldi, bermaydi. 30x bo'lib ketdi. 10-da hozir minimal summa berib qo'yapti. Tipa 1000 so'm berib qo'ysa kerak menimcha. Uni ham bermadi. Men nima bu bilan nimalarni ko'rsatib o'ynab yotibman men buni. Qaramaysizlarmi shunga, aytmaysizlarmi? Kim aytadi? Nimaga ularni ko'rsatib o'ynab yotibman? Bo'ldi, montajda to'g'rilab olamiz endi. Hech qanaqasi yo'q, foydasi yo'q, ketadigan narsa. Mana ko'rdinglarmi? Men shuning uchun video qilyapman, deyman. Чтобы anaqa qilish uchun. Trenirovka tipa streamga tayyorgarlik. Streamni endi по-любому kitta qilsam kerak mana. YouTube juda ham injuvdi. Injuv. Bu tekinga tushganini qarang mana. 2000 so'mga. YouTube ozgina narsaga ham bloklab qo'yaveradi. Ko'p streamerlarni blok olish sababi ular yozuvni bekitadi, stavka degan so'zni uni buni bekitadi, lekin gapirayotgan gapida o'sha gaplarni ishlatsa, shular ham sababchi ekan. Men ChatGPTdan ko'rib oldim mana shu narsani, bilib oldim. O'sha narsa ham sababchi dedi. Ana men kazino o'ynayotganda shunga o'xshash so'zlarni ko'p ishlatadi. O'sha qimorda ishlatiladigan so'zlar o'zlaring tushunib olaveringlar. Mana ham kanal bloklanib ketmasin yana. Shunaqa so'zlar ko'p ishlatgani uchun blok bo'lar ekan. Menga ChatGPT shunaqa dedi. Men bilmayman to'g'risi. Yana o'zim rost gapmi, rost emasmi? Shunga общий выигрыш 5000 so'm. Menimcha hech narsa yo'q, почти 25000. Tak 3000. Yo'q. Bo'ldi. Tekin tushgandan keyin beradimi, bermayman, bilmayman. Sotib olish qanchalik to'g'ri undan keyin. Bir marta sotib olaylik. Keyin anaqa o'tamiz. Svet Bonanza 1000 talik o'tamiz. Или Zeus 1000 talikgami. Hatto boldagi shu o'yinlar qiziqdi. Men o'zim umuman qiziqmayman. Svet Bonanza oxirgi marta qachon o'sha Svet Bonanzadan Zanos olganimni ham eslolmayman. U Zanos degan so'z o'chib ketgan Svet Bonanza degan o'yinlarda. 1000x degan u son deydi-yu. Shunaqa.
Yaxshi streamerlar o'yinga tortmaydi sizlarni. O'yna, bugun pul tashab ket, davay. Mana anavi promokodimdan o't. Men senga bot beraman. Men shu botdan sen millioner bo'lib ketasan. Qilmaydi. Yaxshi streamerlar navarot bolalarga kirma, o'ynama deb maslahat beradi. O'shandan bilib olaversa, kim yaxshi streamer, kim anaqa o'sha narsani. Yo'q. Minus, полный minus bu. Полный. Yana bir marta olsam, o'shandan keyin Svet Bonanzadan 2 marta oladigan pulim qolar ekan. Shunaqa bir marta olsam deb turib kirib ketaverasan-da, ha. 1 million ketdi. Xullas bitta narsa aytaymi? Bu o'yinlar mana Bellatrada o'ynayapmiz, to'g'rimi? Bellatrada Mumilent bor, Mumilent zimnisi bor, keyin ana Prinsessa Suki bor, Prinsessa Sukining zimnisi bor. Hammasi sizlarga aytsam, men programmistchilikdan xabarim bor. Hammasi bitta narsa. Faqat sizlarga ko'rinayotgan men bu front end qismi, endi programmistlar ko'rayotgan bo'lsa, videoni yaxshi tushunadi. Front end qismigina boshqacha, lekin orqasidagi back end qismi bir xil narsa hammasi. Bir xil tizimga ulangan, bir xil algoritmda ishlaydigan tizim bo'ldi. Boshqa hech narsa emas. Shuning uchun o'yinda almashtirib, men unga kiraman, men bunga kiraman, bu bermayapti, bu beradi. U ham xom xayol. Bermaydigan narsa mana men isqirtga o'xshab bermaydi mana. 3-marta sotib olman, bermayapti. Bermaydi, shu tanga bermaydi, yo'q, algoritmida yo'q u so'z. Umuman. Vigrish ham bermaydi, albatta Vigrish minimal summa beradi, aytdim mana. Bo'ldi, to'xta, yop. Bo'ldi, yo'q. Shuni eshitsa etsingni men bu berayotgan ikisini ko'tingga tiqib qo'y, dalbayo'p. Gapirsang mana shu. Menda agar shunaqa imkoniyat bo'lganda, men shu ovozli chat qo'yardim. O'yinda o'sha голосовой bosib turib, ularga yaxshi niyatlarimizni yuboradigan chatdan qo'yib qo'yardim, men shu to'g'risi. Qilaylik, men buni olsam baribir topa olmayman uni, to'g'risi. Mana Svet Bonanzaga ham o'tdik. Men isqirtdan Bellatra provayderi men qilgan jinnilarimdan bittasi, Bellatrada shuncha pulimni oqizganman deb, Bellatraning saytiga o'tib, ishchilarini topganman. Ismlarini o'qib, ruslar bor edi, boshqalar, inglizlar, boshqalar. O'shalarni Instagramdan topib, voy shunaqa kommentariya yozganman, endi sani shunga shunaqa sukini boshqa qilib, o'qib, boshqa hech narsa qila olmaymiz deb yutqizgandan keyin endi. Boshqa qo'limizdan hech narsa ham kelmaydi. Ura olmaysan. Agar topganimda mana shu O'zbekistondan topsam urardim lekin to'g'risi. Sababi shuncha pulimni Bellatra olgan. Bellatra isqirt provider, eng iflos provider Bellatra. To'g'risini aytaman. Realniy gap, bo'ladigan gap sizlarga mana shu. Eng pullaringni oqizib ketadigan provider mana shu. Buni algoritmi qanaqa ishlaydi? Mana 99.9% bu nimani o'ziga bo'lsa kerak foydasi mana. Berayotgan tangani qarang endi. Mayda chuydi. Bularni общий yig'sa ham zanos yo'qdi. 6 ta tanga bilan krupniy summa bilan ham zanos yo'q, ko'rasizlarmi? Xullas chiqamiz bundan musoridan. Bermaysan u tangani, nima qilasan? 3 ta joyi zanit qilib turibman deb. Короче. O'sha yaxshi gap senga. Senga bu o'yinni yaratgan programmist qo'liga ski dalbayobini biladi. Shunaqa ham yaratadimi? Musor biladi. Yaratgan narsang qara, o'zing o'yna shuni oldin kirib. Odamlar qanaqa fikrda o'rgan, biling, musor. Svet Bonanzaga kirmadim. Bilaman, что bermaydi o'yin. Men kirganim men bu. Bo'ldi ana. Tak, men bekitib olay hozir. Balans ko'rinib tursin, shunaqa ozgina bo'lsa ham. Endi uzr, balansim kichkina bo'lsa ham ko'rsata olmayman uni balans. 250 ming so'm.
150 mingdan boshlaymiz minimal summada. Ko'ramiz harakat. Agar streamer yaxshi bo'lsa, sifat yaxshi bo'lsa, stream ovoz sifati yaxshi bo'lsa, video sifati normalniy bo'lsa, mana menda normalniy hozir. Menimcha endi to'g'ri professional fotoapparatim zaryad tugab qoldi. Shuning uchun oddiy kamerani ulab olganman hozir. Oddiy kamerada ham menimcha 2K da beryapti. Mana 5 ta spin, 2 ta spin ekan. Stream yaxshi bo'lsa, sifat tiniq bo'lsa, mana bu nimalari zo'r bo'lsa, olib chiqayotgan gapi, so'zi normalniy bola bo'lsa, u tez ko'tarilib oladi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi, nasib qilgani bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi? Shunaqa oqqiz boradi, shunaqa tekst tozasidan o'qib ketasan. Bitta ko'taramiz deb 500 mingga olamiz. Ko'rdinglar, mana 5 millionni qanaqa oqqiz bordim. Shunaqa. Kimdir aytishi mumkin, "Yo'q, sen u o'yinda o'ynamasang, bu o'yinda o'ynasang berardi" deb turib. Bermaydi. Polibon bermaydi. Bermaydigan narsa bermaydi u. Sen hamma o'yinda o'ynab chiqsang ham foydasi yo'q. Nimadir berish mumkin agar mana bu joylar ham to'lsa. Yo'q. Bitta qozon bor. Qozonni yoniga agar X tushib bersa, foyda bo'ladi. Lekin ikkita qozonni yoniga X tushib beradimi? Bittasini qatya. Yo'q, chetroq tushdi, ham tushish kerak edi. Shunda 100 bo'lardi. Pul ham qaytmadi. Nima ham bo'lmadi. O'zi kamalak maksimum bersa 2 marta beradi, bo'lmasa 1 marta. Endi menimcha ikkinchisini bermasa kerak, berdi, yo'q. Bilmayman, shu qozondan keyin yig'ib olgandan keyin tushmaysanmi shuni? O'sh tushib qolar, ko'ramiz. 60 yo'q, tushmadi. Pul qaytdimi? Qaytdi, bu yoqqa bermaydi. Aniq, tiniq bermasa kerak. Da, bermadi. Pulni o'zini shunchaki qaytarib qo'ydi. Endi bunaqa pul bergandan keyin bitta tushirib olamiz. Yana. Ba'zi shunaqa kiramanmi deymanda ham. Полный пустойmi? Yo'q, nimadir bor menimcha. Lekin место kichkinada, ham kataklar kam. Shuni kattalashtirish kerak. Piyoda o'xshamadi. Bitta berdi. Bitta bilan Zanos hech qachon bo'lmasa kerak bu o'yinda. Yig'ib oladi. Mantga X bormi? Yo'q. 3. İkincisini bermaydi. Da bolalar uzr, men bu bitta narsani aytay. Sheva sal tortib ketib qolishi mumkin. Babi ona tili. Men tug'ilib o'sgan joyim Xorazm. Hammaga qulay bo'lishi uchun men Toshkent Shevada gapiryapman. O'zim ham Toshkentda turaman. Odam qatta bo'lsa shu shevada shu tilda gapirish kerak babi. Masalan, Rossiyadamisan, Rossiya ruscha gapirasan. Endi bu gap unda emas. Gap hammaga qulay bo'lish uchun. Men hozir xorazmcha gapirsam, garantiya beraman 90% odam tushunmay qoladi bizning tilimizni. Qiziq ham bo'lmaydi. Shuning uchun sheva tortib ketib qolgan joylarida uzr so'rayman oldindan. Endi harakat qilamiz iloji boricha. Keyinchalik xorazmcha streamlar ham qilishim mumkin talabga qarab. Talab bor joyda taklif bo'ladi. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik xorazmcha streamlar ham qilamiz. Polni liniya qilib turib bitta tushib bersa Zanos bo'lardi, lekin 2 marta tushdi. Yo'q, yomon emas, tushdi. Yana bitta. Tushmas kerak deb o'ylaganim.
ikkita oltinga bitta kollektor yo'q. Buni pul pashti qaytdi. Endi bu yoqqa aniq tushmaydi. Bu yoqda tushmaslik kerak. Mana hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Bu o'yindan chiqaman-da, mana kiraman. Shu o'yinda front-endni boshqacha variantiga kiramiz. Xullas, bundan oldingi o'yinda ko'rmadim. Qanaqa edi? Mikrofon o'chib qoldi, menimcha. Shuncha faqat gapirib o'tirdimmi pustoyga? Vot, ko'rdinglarmi? Mana shuning uchun kerakda menga hozir trenirovka qilish uchun. Keyingi mana shunaqa ошибкалар qilmaymiz endi. Qarab, mikrofonga qarab qilamiz. Menimcha o'chib qoldi-yu mikrofon oldingi o'yinda. U o'yinda ko'p narsa gapirmadim. Короче, gapirgan narsam o'sha 2 marta sotib oldim, ko'rdinglar-ku. Faqat so'kingan bo'lsam kerak. Agar o'chgan bo'lsa, может o'chmasligi ham, o'chmagan bo'lishi ham mumkin. Hozir o'chirdimmi, esdan chiqib ketdi, to'g'risi. Bu o'yin qanaqa? BJ Gaming Provider. Xuddi ana orqasida XO yig'iladigan o'yin qanaqa edi? Sagrash. Shunga o'xshaydigan o'yin. Mana toza yana shutga o'xshab bersa 2x yig'ib boraveradi. Bunda ushaganim 5000x ushaganman. Ko'ramiz hozir nima beradi, nima qo'yib bilmayman. O'sha balans ham oqib ketdi o'sha endi. Bu balans bilan ko'tarib bo'ladimi, ko'tarib bo'lmaydimi bilmayman. Yo'q. Hech narsa bermayapti poka. Bu ana tushgan pistolet Skateru. Hozircha hech narsa yo'q. Bo'lmaydi endi.
Короче, hozir agar 500 mingga yetsa yetmaydi. Yetmaydi. 500 mingga qattiq yetadi. 3x beryapti. Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa o'ynamanglar endi. 500 mingga yetmaydi ham. 250 ming olib ko'ramiz. Balans 500 mingga chiqsa, 500 mingga yutib olamiz. Shu bilan tugatamiz oxirgi balansimiz. Videoni bu joylarini aniq bilaman, o'tkazib ko'raverasizlar sizlar. Men o'zim ham shunaqa qilganman. Past balansga hech kim o'yin ko'rgisi ham kelmaydi, boshqa ham kelmaydi. Stavka yana ochilib qolibdi, bilat. Birinchi video bo'lganga to'g'risi xayol o'yinda emas. Xayol hozir men videoda boya boshida video o'chib qoldi, keyin mikrofon o'chib qolgan. O'shanda u yotibdi-da hozir xayol. Shuning uchun xayol joyida emas, realniy. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Shunaqa streamlar qilib beraman. Uni ko'rib hamma o deydi-ku ana nimada. Jumoy, Robinson. Shunaqa. Ancha o'tdi. Ko'p emas. Unda balansingni yana bitta sotib olishingga to'g'rilab qo'yadi. Shu qolgan pulingni ham menga tashab ket degandek qilib turib, balansingni ham keyingi sotib olishingga to'g'rilab qo'yadi. Mana nimadir bor. Yo'q ekan. $270 ming pulni o'zi qaytyapti. Bu yoqda berormasa. Yo'q, berdi. Ko'rdinglar? Nimaga bunaqa o'yinlar o'ynaymanmi? Kerak joyda olib chiqib ketadi mana shunaqa o'yinlar. Balans yana 1 million. Bunaqa berganda chiqamiz. Endi buni tak necha puldan boshlaymiz? 10 mingdan boshlaymiz. Tepadagi idishlar bo'sh. Hozircha hech narsa yo'q. Buni botslar beryapti. Uchtalik kirgandan bez rasxod yorilib beryapti. Endi balans unaqa katta emas, lekin uchtalikni ham ushlash anaqa emas-da buni. Buni o'chiramiz. Idalshi o'yinni ko'ramiz. X 50 ga bermaysan. Bunda aylantira avtomat emas ekan. Pastga bitta tushib ber. Yo'q. Uchtalik yorildi. Qoyil, lekin kamdan kam yoriladigan narsa. Pastga 20 ming tushyapti. X nechiga berasan? 50 mingga ber. Yomon emas. Yaxshi berdi X-ni. Mayda summa bo'lsa ham, endi mayda summaga qaramaymiz deb bitta hozir qaraydigan narsamiz bez rasxod bizaga mana shu pul kelyapti. O'shanga qaraymiz. По-любому chiqib ketamiz hozir bundan. O'sha zanus olib. Sababi foyda shu. Realniy. Boshqa nima foyda qilishimiz? Nimani kutishimiz kerak boshqa? Yana o'ynab dalish oqizishimiz kerakmi? Yo'q, kechiradi. 10x berdim apti. Men bunga ham 10x. Biling, mana shundan comeback qilib yana 5 millionga chiqib olsa, yana bir soat o'ynaymiz uni keyin. Bunaqa bo'lish qiyin. Bitta yig'adigan bostmi nima edi? Mana shu kerak. Hozir bizga shu majburiyat kerak, glavniy. Keyin pastda bitta qolyapti. Bitta tushib berarmikin pastga? Tushib ber. Yaxshi. X bilan qo'yilmaslar. Bu spin menimcha balansni qaytaradi hozir. Depozitimiz qaytarib bersa kerak. Sababi men ko'rayotgan joyda 2-300 ming bor, hozir ko'zim bilan bitta 200 ming bor.
bittani yig'ib oladigan tushmayapti deb uning. Yig'ib oladigan tushib ber. So'ragan joyimga tushib beradi. So'ragan joyimga tushib berdi. Endi точно zanus. Men oson bo'lar deb o'ylagandim. Stream qilishchi boshqani, lekin to'g'risini tomog'im ham og'rib ketdi. Oson emas ekan. To'g'ri, hamma narsaning o'zining qiyinchiligi bor. Bunda mas'uliyat juda ham katta ekan. Sababi bu yoqda videoni qarab turishing kerak, mana bu stavka degan so'zni yopib qo'yish kerak. U bu YouTube uchun-da endi. Agar kitta bo'lsa unaqa qiyin bo'lmas menimcha. Beraverik sizlarni. Aylantirib yana bir marta bosib berib yuborsangu to'xtataman shu bilan. Bitta bosib berasan. Oxirgisi bermadi. Shu necha pul? 3 million 4,5 million. Depozit почти qaytdi. Ana endi svet balansiga kirsak bo'ladi. Ozgina kutib turasizlar, svet balansiga o'tib oling. Oxirgi marta 20 ta spin bergan ekan, 1600 so'mdan o'ynaganimda sotib olganman, 160 ming so'mga olganman menimcha. Sababi men bundan kam olaman. O'shanda 263 ming so'm bergan ekan. Ko'ramiz bu yo'g'ini. Hozir sizlardan bitta iltimos bo'ladi, agar mana shu joyni ko'rayotgan bo'lsanglar, sotib olayotgan joylarni gapirsam, o'sha joyni ana YouTube'da o'tkazib, shu joylarni ko'radi odamlar ko'pincha. Sizlardan bitta iltimos bo'ladi, shu joyda mana men aytayapman sizlarga, hamma narsani ochiqcha ko'rsataman. Balans boshqa, demo bo'lsa agar demo ham o'ynayman, keyinchalik demoda o'ynayman. Nimaga? Men bu pro-rayderlarda yangi chiqqan o'yinlarni sinab ko'rish uchun demo shotdan foydalanamiz. Ularni ham video qilaman. U yerda men yozib qo'yaman. Demo shot deb turib yozib qo'yaman. Nimanidir yashirish niyat yo'q. Shuning uchun bitta padishka qilib anaqa nima deydi? Obuna bo'lib, podpiska bo'lib, layklarni bosib qo'yinglar. Men ham xursand bo'ling. Kanal rivojlanib ketsin. Bundan topadigan pulni ancha qismini kanalni rivojlantirish uchun ishlatamiz. Rivojlantirish qanaqa? Konkurs qilamiz, boshqa qilamiz. Tak, 25. Nice. Qimmati bor o'yinlar o'ynagin kelmaydi odam. Qimmat spin sotib oladigan o'yinlar o'ynagin kelmaydi. Sababi bundagi beradigan yig'irish agar bermasa qoniqtirmaydi deb. Bersa ham qancha beradi? 800 mingga sotib olsangiz, maksimum borsa 2 million beradi mana. Mana senga 2 million, mana senga 3 million. Ming tushib berdi, hech narsa yo'q. Ko'rdinglarmi hozir? Necha pul berdi? Bergan summasi umuman arzimaydi sotib olishingga. Lutch undan ko'ra bu pulni krupniroq summadan aylantirgan yaxshimidi. 800 ming so'mga aylantirganda 8 mingdan o'rtada bir marta tushib qolsa ham hatto undan ko'proq summa berardi. Men mingni ko'rsatib qo'ydi-da, mingni ko'rsatgandan keyin beradimi, bermaydimi bilmayman. Video ham cho'zilib ketdi menimcha. Chiqsa yo'q, men o'zimga trenirovka va montajda qilib tashlayman ko'p joylarni. Shunaqa gaplar bolalar, podpishka uchun anaqa beringlar bitta. Like bosib, podpiska bo'lib, YouTube'ga shunaqa tez videolar chiqarib turamiz. Nasib qilsa, keyinchalik ko'ramiz. Yoki 20x berasanmi? Bermaydi. 3 ta, oxirgi 3 ta spin
minimal darajada bermasa kerak. Вот aytganimdek 50 100 190 ming. 10% puling qaytadi. Bu 25% pulimiz qaytardi olsin. 800 mingga olgan bo'lsa 250 ming so'm bo'lsa, где-то 25% bo'ladi. Da odam sal charchadi hozir to'g'risi. Gaplar ham ancha gap bor, ichida yotibdi. Chiqarishga hozir kucham qolmadi. Sababi o'sha to'xtataman degan joyimdan 3x berib yubordi, o'sha bilan yana o'ynab o'tiribman. Hozir bundan chiqaman deb Zeus krupniroq summada sotib olib ko'ramiz. Или aylantiramizmi ko'ramiz. 50 23 ta skater bilan. 3 ta skater foydalimi, foydali emasmi bilmadim lekin. Yo'q, foydasi bo'lmadi. Shu 5 ta spin pustoy. 6-inchisi, даже keyingilarning ham foydasi bo'lmadi. Shuning uchun bu o'yinlarda skater ko'p berdi, mana 50 ta spin berdi, 100 ta spin berdi, hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Algoritm bir xil tizimda ishlaydi. Beradigan narsa 10 ta spindan ham beradi. Beradigan narsa prostakka aylantirib o'tirganingda ham berib yuboradi. Bu algoritm. Shunga mo'ljallangan narsa yana 25. Mana o'zi 100 ga 25 algoritm ishlayapti. 25% pulingni qaytaradi, bo'ldi. Bo'ldimi shunaqa oqiza uradimi bu? Bermaydimi nimadir? Oxirgisi. Cho'x bergan pulni pragmatik tortib oldi. Bu kazino qonuni yo'q, to'g'rimi? Bu yoqdan bergani bu yoqdan olish, bu kazino qonuni bu narsa. Menga nasib qilmagan bo'lsa kerak mana shu ming ushlash. Men sotib olgan spinlarni hisoblab chiqadigan bo'lsa, hozir bitta salkam jentrani puli. Mana shu Svet Bonanzani o'zida yotibdi. Shuning uchun ko'ngil qolib ketgan bu o'yindan. Realni aytaman, ko'ngil qolib ketgan. Bermasligiga butun vujudim, tanam bilan ishonib qolganman mana shunga. Sababi umuman bermaganda, hatto beradigan o'yin bir marta bo'lsa ham berish kerak, bir marta bo'lsa ham ushashing kerak edi. Shu narsani qaraydi. Mana oxirgisi deb aytdim, hozir asab buzildi, endi yana bitta sotib olasan deb mana shunday. Bunaqa summa bergandan keyin shu odam miyasida o'ylaydi, keyingi gal meni berib yuboradi, kutib turibdi 1000x deb o'ylaydi. Yo'q, nixuya unaqa narsa yo'q, bermaydi. Bo'ldi, algoritmga topshirding sen pulingni. Bo'ldi, umiding uz u narsada. Desanda yana bitta sotib olasan. Ko't bo'ladi mana. Isqirtdi. Sharangga skisani o'yin bo'lgan, dalboyib seni yaratgan program bana pragmatikmi? Shu kompaniyangga qo'tog'imni alboyiblar bilan. Berma X, yo'q, berma, bo'ldi, qoldir. Sertsiga X berma umuman. Sertsa tushgan nimasi yomon bilasizlar? Sertsa tushgandagi umuman o'xshamaydi bu yoqda. Umuman X bermaydi. Bitta sertsa bersa bu programma o'ylaydi, men pizdes summa berib yubordim bunga. Bo'ldi, bunga yetadi shu summa deb o'ylaydi. Bersa ham mana unaqa arzimagan summalar beradi. Mix bermasa ham kerak endi. Sertsa tushgandan keyin 100. O'yna endi bilan banan tush, nima bor yana? Tarz tushadi. Ko'p bormi ikkita? 150x. Pul qaytdimi? Pul qaytdi, 100 ming so'm foyda. Oldingi ana yeb olganlarchi, yeb qo'ygan pullar. Uni bermaydimi? Uni qo'y olasan. U kazinoda o'sha kimgadir oylik qilib turib hisoblamayapti u xudosi. Voy biling. Ko'rdinglar mana shunaqa chiroyli gaplarni eshitasizlar streamlarimda. Da balans kichkina. Oxirgisi. Boyagi summadan keyin berishini bilmadim. To'g'risi miya charchab ketdi. Hozir men naushnikda o'zimga g'alati eshitilyapti chetga qaraganda.
Men skaterga nima bor edi bitta o'rniga banan tushganda ketin liniya qilib berardi oshchini. Kerak emas joyga yirtqichtondan chiqqan bulbulchaga o'xshab tiqiladi u skateramda biladi asabga tegib. Shunaqa gaplar deb bolalar bu hech qachon sizlarni biringlarni ikki qilmaydi. Ikkinglarni bir qilishi mumkin, nol qilib tashlashi mumkin-da, hech qachon biringni ikki qilmaydi bu narsa. Bu narsani aytganman, dalsh etaveraman yana. Sizlar ko'rib bu streamdan xulosa olinglar, streamer nimaga kerak o'zi. Ko'ringlar shu mana shu o'yinda hech kim hech narsa yuta olmasligini tushunib yetganinglardan keyin yig'ishtirasizlar. Mana streamer shunga kerak. Endi bu o'yindan chiqamiz. Sassiq o'yindan. Minimalkada. Katta summada emas, minimalkada ko'ramiz. Birinchisini minimalkada ko'ramiz to'ysiz. 240 ming ekan. 240 mingga endi men ishonmayman, 10 million so'm pul berib yuborishiga. Oxiriga qadar 20 ham olmaydi, 8 ol. 8 ham yomon x emas, lekin o'xshab bersa, mantiqligiga o'xshamadi-yu. Faqat keyingilarni normalni berish kerak edi. Bular uchu aksiya normalni ko'taruvdim. Shu payt to'xtatsam ham bo'lar edi. Hatto keyingi video uchun pul qo'yib qo'yardim. No hechqisi yo'q, amallaymiz. Sizlar poddeshka qilib turib bir like'larni banglatib, podpiskalarni banglatib yuborsanglar, keyingi o'yinlar nasib qilsa, nima deydi, bookmakerlar bilan dogovor qilib, sizlarga ham ko'rsatib, men shunaqa dogovor qildim deb maqtanib stream qilib o'tirish nasib qilib qolar. Yo'q, maqtanchoqlik yo'q. 480 ming ikkinchisi. Shunaqa gaplar bo'ldi. Faqat sizlardan shu podpiska bo'lib qo'yinglar bo'ldi. Shu yetadi. Like bosib rekka chiqarib yuborsanglar, undan ham zo'r bo'ladi. Bu berish niyati yo'q buni. Bitta tushib bersa ham oxirgi ikkitasi hatto pullab qaytarib berardi. 10x bor. Pulni yarmini qaytardi. Sensatsiya ham yo'q, boshqa ham yo'q, hech narsa yo'q. Shuning uchun aytadi, beradigan narsani beradi, bermaydigani san nimadir qilsang ham bermaydi deb. Короче, shunday qilamiz. Tak. 8 mingdan 50 ta ketdi. Haftaga qo'ymadim. Tak 50 dan 50 ta qo'yamiz, ketdik. Ungacha bir gaplashib o'tiramiz. Sekin aylanar ekan, juda. Bittalik bermadi hech narsa. Yo'q. 8 hatya. Mana hammasi harf yiqilganda, mana billat, valet, korol bilan bitta ham simbol yo'q mana qara. Nariroqqa. Nice. Tvar, блядь. Bitta narsani aytaymi, hozir bir window o'ynayapman. Umuman anaqasi yaxshi emas ekan.
o'yinlari ko'p bo'lgani uchun bir winda ko'p o'ynardim. Bu reklama emas. Menga ular hech qanaqa dogovori, boshqasi hech narsasi yo'q. Qilmaydi-hamda, sen kimsan de. Hozir xullas men shu o'yinni topish uchun Google ga kirib turib yozib shani qidirib topyapman. O'yinlar orasida topish qiyin. Eng asosiysi provayderni qidirishga yo'q o'tdi. Poisk knopka yo'q. Provayderni qidiraman desang, yo'q shu narsa. 50 ta aylantirdi, yo'q, mapda valid tushdi, bu yo'lda tushmaydi. Yo'q, tushadi, malades. Arzonidan bo'lsa ham yomon emas. Tekinidan tushib berdi, lekin yo'q. Chu 9 bitta o'sha bersa ham tirs men o'xshaydimi? O'xshadi. 180 ming. Yana bitta tushib ber. Endi streamda bundan ham ko'p gaplar bo'ladi. Sababi streamda chat degan narsa bo'ladi. Yozsanglar, masalan, chatda savol-javob qilamiz. O'zingizlar qiynayotgan muammolar bo'lsa, aytib bergan mo'ykachiga o'xshagan bolalar tanishlaring bo'lsa, aytsanglar bo'ladi shunga borib. Shunaqa mana shu streamni ko'r, senga o'xshaganlarni gapirib chiqqanman shu yerda. Sen tvar yuribsan mana bu yerda, ishlagan pulingni olib kelib tashab, oqizib. Shularga maslahat bersanglar ham bo'ladi. O'zingizlar xohishingga qarab. Yo'q, buni qimmatda olmaymiz. 480 ming, 480 ming. Bilet. Ey talpayib nima bo'pti bu biling. Hayajon. Hammasi hayajon. Nerv qilgandan mana shu. 5 million so'm noqis vordik. O'rtaga tushib berdi, 9 ham o'sha berdi. Ko'ramiz dals. Yana bir ikkita tushib bersa yonlariga zanus bo'lishi mumkin, bo'lmasa yo'q bo'lmaydi. Прикольно просто. Bor. Короче, ishingdan. Seni yaratgan o'sha pragmatikingga ham qo'ydim, seni yaratgan o'sha programmistingga ham, seni ishlab chiqqan o'sha rejissyorga ham, stadionning direktoriga ham, короче. Musor o'yin. Sen. Fruit Party 2 ko'ramiz. O'zi balans ham почти tugab qoldi. Ikkita olsam tugaydi mana shu bilan. 400 ming dollarich сразу ketmay. Bu endi streamerlar zanos ushlaganini ko'rganman, lekin o'zim ushamaganman realni. Qanaqa zanos beradi bilmayman. Ha, bu wild bo'ladi-da, to'g'rimi? Yo'qolgan joyda wildga aylanadi-da. Bu tushunarli. Bu Sarik negativlarni o'yini bu. Sarik aytib o'tiradi-yu, mana bitta negativ berdi. Shunaqa. Rostdan o'xshaydi-ya, biladi. Yaxshi streamer, eng zo'r streamer Sarik deb bilaman. Men boshida aytganimdek, yaxshi streamer hech qachon bolalarni o'yinga tortmaydi. U bola xuddi shunaqa. Postoyanno aytadi. Men streamlarni ko'p ko'raman. O'ynama shuni. O'ynama. Oqasan. deb aytadi, lekin ludomanlar ko'p. Bo'ldi. Mana biz ham otdik. Bitta olamiz, bo'ldi, shu bilan tugadi. Даже mana 1000 so'm yetkazib, dalab shuni 1000 so'm yetkazib bersang bo'lardi. Mana shu yerda ber qatya X. Bo'ldi, mana 1000 so'm yetkazib berdim. Yo'q, yetkazmadim balans. Buni ko'paytirib aylantiramiz hozir. 400 mingga chiqarib olaylik. 400 mingga xuy chiqarasan dedi-yu bu ham. Turizmga chiqaraman deb orqaga ketib qoldi balans. Bo'ldi, tugatamiz bolalar. Mana shu bilan oxirgisi
Tanishganimdan xursandman, короче. Video yoqqan bo'lsa, yana o'sha gap. Paddeshka siladi. Sizlar paddeshka qilsanglar, men har kun stream qilaman. Shuning uchun paddeshkada bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlardan iltimosim ham shu. Boshqa nima ham shu. Tugataman deganda berib yubordi men bitta. Normalni berib yubordi. 200x shotdi o'zida 200x. 200x qoldik. Bo'ldi, qolgan summani stavka qilib yuboraman, to'g'risi. Bankda sizlarga oson, nima yonib turibdi, mana soyasi tushyapti-ku, ko'rasizlarmi? Lampa yonib turibdi. Ko'zni sikib tashladi, to'g'risini aytsam. Xonani yorug'ligi sal pastroq. O'shani hisobiga yoqib qo'yganman shuni. Sizlarga качественный stream bo'ldi. Video qilib beray degan maqsadda o'zimni qiynab bo'lsa ham o'tiribman. Qaranglar, men qanaqa jonkiyor bo'laman. Da prikol, конечно. O'zim uchun qilayotgan hamma narsam o'zim uchun, hech kim uchun emas. Xolasanglar, yana qilinglar. Oxirida qaranglar, men chiqishimni ham xohlamayapti bular. Bu 5 ta qo'shar ekan, 10 ta qo'shmaydimi bu? Eskisida 10 ta qo'shardi. Yaxshi 1 million qilsa ham bo'ladi. Shu bilan to'xtataman. Qolgan pulni stavka qilib olaman. 5 ga accent qilib turib, stavka qilib qo'ysam, shu pul qaytib kelar. Agar videoda balans o'zgarsa, boshqa qilsa, anav qilmanglar. Sababi videoda ko'p joyda men bu logotip ko'rinib qolgan, konturani boshqasi ko'rinib qolgan, o'sha joylarni minus qilib qirqaman, u qilaman, bu qilaman. Birinchi video o'zlaring tushunasizlar. Kamchilik bo'ladi polibomu. Shuning uchun keyingi videoda zo'r bir ijtimoiy muammoni ko'tarib chiqmoqchiman. Odamlar anav qiladigan, ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsa. Men o'zim 2-3 marta shu narsani ko'rdim. Kstati aytgancha, menda mana bunaqa narsa bor. Nimani bosib turish uchun. Nerv chiqganda asabni bosib turish uchun. Sigaretani chekaman, lekin uyda o'tirib chekmayman. Shunga. Tak, balans 800,000 qoldi. Xullas bolalar, rahmat hammaga. Birinchi stream yoqdi degan umidda stream bo'ldi. Yana stream bo'ldi. Birinchi video yoqdi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, sizlardan maksimal paddeshka qilib bersanglar, keyin streamlar qilamiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'lasizlar.